bitta erkak kishini ikkita xotini bor ekan. Har doim kenjasini kattasi rashk qizg'onib, urush takuradi ekan. Endi buni ko'pchilik eshitgan ham bo'lishi mumkin. Keyin uni yonida ko'p bordingiz, meni yonimda kam qolyapsiz. Ana unga tilla beribsiz, menga yo'q degan gaplarni aytib. Keyin sabr kosi ham to'ladi-ku. Qani yur seni bir yerga olib boraman debdi-da, katta sahroyi cho'lga chiqib, oldiga quduq kelgan. Quduqqa boyagi urush topadigan xotinini tashab ketgan. Oradan 2 kun o'tgan. Bir bolalarimni opasi, onasi borib bir endi xotindan bir xabar olib kelay deb quduqqa arkon tashab ko'rgan. Arkonga ayoli emas, ajdar ilib chiqqan. Ajdarni ko'rib qo'lidan qo'yib yubormoqchi bo'lsa, ajdar majbur tilga kirgan. Tashlamang, olib chiqing endi mana bu quduqdan. 200 yildan buyon tinchgina yotuvdim. 2 kun oldin bir xotinni tashlab ketdilar-u, tinchligim buzildi deb. Ajdarni ham tinch qo'ymagan ekan. Shuning uchun boyagi mana ko'rib qoldikmi, mana kundoshni sochini yulib olamiz-da biz.